Abi, uchastkadan kam joyi yo'q. Kattagina hovlisi, yashil hudud, naves, tapchan, mazza qilib sug'arib dam olinadigan zonamiz mavjud. Sotilayotgan 3 xonali uyimiz Yunusobod 3-kvartal 5-bolnitsani oldida. Hamkor banki ro'parasi, metro 2 qadam, bozor 2 qadam. Infrastruktura lokatsiyasi ideal. Podvollari ham mavjud. Keling ichkariga kiramiz. Remontlari tayyor. Mebel texnikalari mavjud mana. Bu yoqdan kiradigan bo'lsa, oshxonaga kiryapmiz. Stroyni, kuxni, garnituri mavjud. Hamma narsa ishlaydigan holatda. Kir mashinalarigacha qo'yilgan. Hamma yog'imizda qish uchun teploy pollarimiz ham mavjud. Mana xolodilniklari o'rnatilgan. Keling mana qarang. Podyezddan kirish eshigimiz esa mana bu tarafda bo'ladi. Podyezd tarafda ham kattagina огород bor. Orqaga qaytib tursangiz mana. Podyezddan kirishimiz bilan bizda to'g'rimizda esa spalnimiz bo'ladi. Oldi, orqa reshotka. Spalniy garnituri полностью укомплектованный. Bu tarafimizda mana bizda garderobnimiz ham mavjud. Endi polkalar qildirib qo'ysangiz mebeldan juda ham chiroyli chiqadi. Hop, chap tarafga yuradigan bo'lsa, sanuzelimiz общий mana. Dushovая kabina va bu tarafimizda esa bizda детскийimiz bo'ladi. Mana old tarafini ham oynadan ko'rsatsangiz, oldi tarafi ham obod mahalla, детский площадка, parkovka, hamma narsa mavjud. Orqaga qaytadigan bo'lsa, mana bu tarafimizda spalniy, podyezddan kirish eshigimiz, bu orqa hovli, bu yog'imizda детский, zalga kiramiz bu tarafdan. Zalimizning o'zi 30 kvadrat, 5-6. G-образный mebel, mamutga katta 70 tali televizor taqib qo'ysangiz, mazza qilib yashaydigan joy. Bu uyimizni nech pul deb o'ylaysiz? Uy egalari 120 ming so'rashyapti. Har doimli kelishiladigan joylarimiz mavjud. Ma'lumot uchun telefon raqamlar opsiyonida.